Ya, yo'l bo'lsin, to'ra qaltangni ko'tarib qayerga ketyapsan? Bo'ldi, yashamayman, ketaman. Meni hech kim odam o'rnida ko'rmaydi. Men bu uyda xizmatkormanmi? Kenaya, Labay obajon, kecha sizga aytdim, ko'ynagimni dazmol qilib qo'ying, ketishim kerak deb. bering his qilib beraman. Bo'ldi endi, kerak emas, mashinada ketib turaman. Men o'zi sizga erga tekkanmanmi yoki keslaganmi? Bir arzimagan narsaga ketamanga chiqaverma. Ukam o'zi seni yaxshi ko'radi. Erkatoyda o'zi ukam aytayotdi. Kelinga anchadan beri ko'ylak olib bermadingiz. Pul bermaysiz deb meni urishyotdi. Men buni olganda ko'ylak olib kelasan. Voy, ukajon aytdilarmi? Assalomu alaykum aka. To'xtab tur, Oybek. Aka tinchlikmi? Kelinay. Shu sizni xotinchingiz iltimos qildim, bitta ko'ynagimni dazmol qilib bera olmadilar. Yaxshi o'zingiz gap boshlab qoldingiz. O'sha sen jahl qilayotgan kelinay, ya'ni meni xotincham seni yaxshi ko'rar ekanda, ukangizga iPhone 16 olib bering, telefonning ekranini sinib yotibdi deydi. Men buni olgan. Kenaymi aytdilarmi? Yo'q, Kenay siz og'ir ko'tarmang, men o'zim qilaman. Voy, qo'yavering, har doim qilib yurgan ishim Oybejon. Ovora bo'lmang. Og'ir ishlar men o'zimga ayting, men o'zim quvuraman. Bugun uyda ekansiz Oybejon, yaxshi ko'rgan ovqatingizni qilib beraman. Nima ovqat qilib beray, ayting. Qanday qilib bering? Voy tavba, bularning mehrligini qara. Bitta sovg'a shunchalik mehr uyg'otadi deb o'ylamagandim.